Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah. Alloh taoloni Al-Hamid ismi biza kundalik ravishda nihoyatda ko'p qaytarib e'tibor bermaydigan sifatlaridan biri. Hammamiz o'sha alhamdulillah deganimizda asli Al-Hamid ismini zikr qilayotgan bo'lamiz. Ya'ni eslayotgan bo'lamiz. Al-Hamid maqtalgan zot degani va uni maqtanilishi mutlaq hamma ishida maqtalgan zot degani. Bizga kelgan ne'matlarda ham, bizni boshimizga keladigan qiyinchilik, musibatlarda ham Alloh taolo maqtalgan zot. Insonlar boshiga keladigan nimaiki ish bo'lmasin, bu yaxshilik, ne'mat bo'ladimi yoki bo'lmasa bir qiyinchilik, musibat bo'ladimi, hatto balolanishida ham buni hammasi Alloh taoloning rububiyatining ichida bo'lgani uchun Allohning iznisiz biron bir ish bo'lmaydi. Va Alloh taolo o'zini ishida hakim, ya'ni har bir ishni o'zini o'rniga qo'yadi. Al-Alim bizni holatimizdan xabardor biladi. Va u As-Subbuh, ya'ni biron bir xatoga yo'l qo'ymaydigan, barcha nuqsonlardan pok bo'lgan zot. Va uni ziyodasi bilan Al-Hamid nafaqat nuqsonlardan pok bo'lgan zot, balki maqtalgan zot. Hamma ishida. So'zlarida ham, qiladigan ishida ham, fe'lida ham Alloh taolo maqtalgan zot. Biron bir ish yo'qki, Alloh taolo maqtalmagan bo'lgan biron bir ish yo'q. Shu joyga ozgina e'tibor bersak, biron bir ish yo'qki, unga maqtalinmasa deb aytamiz-ku, lekin biz insonmiz. Ya'ni bizning hayotimizda har xil hodisalar sodir bo'lishi mumkin. Mana hozir o'zingiz ham aytdingiz, musibat bo'lishi mumkin. Qiyinchiliklar bo'lishi mumkin. Masalan, Alloh saqlasin, kimnidir farzandi Allohning izni bilan, Allohning xohishi bilan vafot etdi misol uchun. Odamga qiyin-da baribir. Ya'ni alhamdulillah farzandi vafot etdi deb aytish, ya'ni Allohni maqtash mana shu momentda og'ir bo'lishi mumkin-da. Ya'ni buni orqasidan hikmat ko'ra olishi. Bu masalani gaplashishdan oldin biz bir haqiqatni tushunib olishimiz kerakki, din birinchi o'rinda bu e'tiqod, ya'ni insonning to'g'ri aqidasini shakllanishi. Bu aqida birinchi o'rinda Alloh haqidagi aqidani to'g'ri shakllanish nazarda tutiladi. Bu aqida Alloh taoloni tanishlik orqali hosil bo'ladi, birdaniga hosil bo'lmaydi. Uzoq yillar davomida shakllanadigan narsa. Shuning uchun Nabiy sallallohu alayhi vasallam o'sha nubuvvatning boshida, Makka davrida sahobalarga to'g'ri aqidani ta'lim bergan. Va bu ta'lim uzoq yillar davom etgan. Hattoki o'sha ahkomlar nozil bo'lishidan avval to'g'ri aqida shakllanishi nihoyatda muhim bo'lgan. Usiz ahkomlar nozil bo'lmadi. Ya'ni namoz, zakot, ro'za, haj, bu ahkomlar nozil bo'lmadi, chunki bizni fikrlashimizni to'g'rilab olishimiz kerak bo'lganda. Odamga nimadir buyurishdan oldin birinchi holatini, qalbini o'shanga tayyorlash. Ya'ni bugungi kunda nima deydi? Dunyo qarashi deydi-ku, mentalitet deydi. Masalan, insonni fikrlashi qanaqa? Muayyan bir narsada qanaqa fikrlaydi? Mana hozirgi kunda motivatorlarni ham ko'p eshitasiz, psixologlarning gaplarini ham eshitib qolasizki, gap sen bilan sodir bo'lgan narsada emas deydi, bu sodir bo'lgan narsaga bo'lgan munosabatingda deydi. Mana inson nimaga stress qiladi yoki baxtsiz bo'ladi yoki baxtli bo'ladi? Nimaga bog'liq deydi? Sen bilan sodir bo'lgan narsalarga bo'lgan munosabatingda deydi. Bu munosabat degan narsa e'tiqoddan kelib chiqadigan narsa. Ya'ni hayotingizda sodir bo'layotgan narsalarga bo'lgan munosabatingiz, reaksiyangiz sizni ichingizdagi, qalbingizdagi e'tiqodingizdan kelib chiqadigan narsa. Bu e'tiqodni to'g'risini shakllantiradigan narsa, demak, Nabiy sallallohu alayhi vasallam ta'lim bergan aqida mavzusi. Bu hozirgi alhamdulillah zikri ham e'tiqod mavzusiga kiradi. Sababi Alloh taologa bu Al-Hamid ismi bilan qanaqa ibodat qilamiz deganda, birinchi banda Alloh taoloni barcha ishida maqtalgan deb e'tiqod qilish. Alhamdagi o'zi alif lam, alhamdulilladagi boshidagi alif lam, hamdni hammasi mutlaq Allohga tegishli degan. Barcha ishida Alloh taolo maqtalgan. Bu birdaniga hosil bo'lmaydi. Inson bitta shuni eshitgandan keyin shu zahoti bo'ldi, bu yo'g'iga. Shunaqa ekan. Ish bo'lsa Alloh taolo tarbiyalanish kerak maqtalgan deb qolmaydi. Shuning uchun Alloh taolo bizga bu zikrni
kun davomida juda ko'p qaytarishga buyurdi. Namozimiz alhamdulillahdan boshlanadi. Kuniga farz, nafl ibodat namozlar bilan birga qo'shganda 30 martadan ziyod, undan ham ko'p marotaba qaytariladigan Fotiha surasi alhamdulillahi robbil alamindan boshlanadi. Bizni hayotimiz shu zikrga to'lish kerak. Nihoyatda muhim degani, nihoyatda muhim degani. Har namozdan keyin ham 33 marta qaytarishimiz. Va bu zikr e'tibor beradigan bo'lsak, subhanalloh bilan yonma-yon keladi. Ko'pincha subhanalloh bilan yonma-yon keladi. Subhanallohi va bihamdihi. Ya'ni Allohning ayb va nuqsonlardan qalbda poklash va maqtash, hamd etish unga. Alloh taolo nafaqat nuqsonlardan pok degani, balki har bir ishi xoir, har bir ishi maqtalgan, har bir ishida yaxshilik bor. Agar biz u yaxshilikni ko'rmayotgan bo'lsak ham. Har bir ish xoir va har bir xoirli ish undan. Ya'ni siz aytayotgan narsa bu musibatlar insonga juda og'ir keladigan musibatlar. Albatta musibatga kirgan paytda odamni shok holatga keltiradi. Hatto u bilganlarini unutib qo'yishi mumkin. E'tiqod qilgan narsalarni ham unutib qo'yishi mumkin. Lekin unga eslatma qilinsa, eslatilsa, mo'min kishi o'zini shunda yig'ib oladi. Mo'min siqilmaydi degani emas, azoblanmaydi ichida degani emas. Lekin sabr qiladi degani bu tili bilan Allohni norozi qiladigan so'zni gapirmaydi. Bu yig'lamaydi degani emas, Rasululloh ham yig'lagan, Nabiy sollallohu alayhi vasallam. Ibrohim o'g'illari o'lganida yig'laganlar. Shunda nimaga yig'layapsiz? Bizani yig'idan qaytargandingiz deb sahobalardan biri aytganda, Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadiki, inson qalbi g'am chekadi, ko'zlari yoshlanadi, lekin til Alloh rozi bo'lgan so'zni gapiradi deganlar. Qur'onni tilovat qilganingizda Qur'ondagi barcha qissalar, payg'ambarlarning qissalari bo'ladimi, solih kishilarning qissalari bo'ladimi? Bunda ana shunga ibratlarni ko'rasiz. Ya'ni Alloh taolo bizani mana shu zikr ustida tarbiyalayotganini ko'rasiz Qur'on bo'yicha. Ya'ni biz kundalik ravishdagi alhamdulillah zikrimiz bu Qur'ondagi ma'nolarni eslatadi bizga. Masalan, mana Musa alayhisalom bilan Xizr alayhisalom qissasini eslasak, bir qishloqqa kirib bir bolani o'ldirib qo'ydi. Musa alayhisalom holatdan bir shok holatga kelib qoldi. Ya'ni nima ish qilib qo'yding dedi. Bu qanaqasiga to'g'ri bo'lishi mumkin? Qanaqasiga to'g'ri bo'lishi mumkin? Ya'ni begunoh bolani o'ldirib qo'yding deb shunaqa holatga keldi, lekin Xizr alayhisalom biron bir ishni Allohning iznisiz qilmas edi, Allohning buyrug'isiz, amrisiz qilmas edi. Illoki vahiy bilan qilgan har bir ishini. Uni keyinchalik tushuntiradi nimaga unaqa qilganini. Bugun bolani ota-onasi mo'min musulmon kishilar bo'lgan. Bu bola katta bo'lib ularga bir balo bo'lishi, mana bizdan tilda aytadi, boshiga balo bo'ladi bu farzand. O'shnaqa bo'lishini Alloh taolo oldindan bilgani uchun bu ota-onaga boshqa bir solih farzand berishni iroda qildi. Buni biz insonlar aqlimiz bilan bilmaymiz, chunki inson g'aybni bilmaydi. Kelajakda nima bo'lishini bilmaydi. Shuning uchun bunga sabr qilishi og'ir. Qiyin. Lekin Allohni al-Hamid deb e'tiqod qilgan odam, ya'ni mana shu hamd zikri ko'p qaytarilaverib qalbga ma'nosi singdirilgan odam ana shu paytda sabr qilishi oson bo'lar ekan.